Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Az qarindoshlar, Alloh taolaning rahmati bilan Ramazon oyida davomlashtirayotgan oxirat darsliklarimiz davom qilyotdi. Alloh subhanahu va taolo mana shuni hammamizga manfaatli qilib bersin. Qiyomatda zinimizga hujjat qilib qo'ymasin. Demak, mana shu oxirat haqida qilayotgan, qiyomat haqida qilayotgan darslarimiz qiyomatning alomatlari haqida davom qilayotgan. Aldığın saatlik dersimizde mana şu qiyomatning alomatlaridan yeziqchilikning tarqab ketishi, Alloh taolaning kitobidan boshqa kitoblarningki ko'plab tarqab ketishi, shuning bilan kichik kishilarningki ilm so'rovlarida o'ttirib chiqishi, mana buningki qiyomatning alomatlari ekanligi haqida to'xtalgan edik. Endi bugun az qarindoshlar, Alloh subhanahu va taoloninki tavfiq berishi bilan mana yana shu qiyomatning alomatlaridan bir qancha alomat haqida to'xtalib o'tamiz. Mana shu qiyomat alomatlaridan yana bir alomat bu tuyuqsiz o'limning ko'payib ketishi. Bir inson tuyuqsiz o'lib ketadi. Mana shunda deb qolamiz, paloni boy ko'rishgandim saxta deb qolamiz, ketib qoladi. Mana shunda o'limni ko'payib ketadi dedi. Yoki bir yurak kesilgan, yushirin yurak kesilib ekan, yoki shunda bo'pti, yo menga qon tushibdi ekan, yo bir narsa bo'pti ekan deb qolamiz, ketib qoladi. Mana bu ham qiyomatning alomatlari dedi. Anas ibn Malik radıyallahu anhu rivayet kılınan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şuna degan: "İnne min amarati sa'a ay yezhara mautul fuj'a." Hakikaten kıyametning alametler cümlesinden tuyuqsiz ölümning aşkarı buluşu dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Tuyuqsiz ölüm köpüyüp ketedi dedi. Demek, mana bu narsani ham bugun kunimizda topalaymiz. Ama ayni vaqtlar qaraydigan bo'lsak, o'tmishga qaraydigan bo'lsak, bir odamninki o'lib ketishi unda tuyuqsiz bo'lmaydi. Masalan, kitoblar qaraydigan bo'lsak, fi maradi mautihi, ya'ni shu kishi o'lib ketgan kesilida mana shunda keladi. Ya'ni nima desa, bir odam kesel bo'lib, buningga vaqt o'tib, o'zining vasiyatlarini yozib, qiladigan ishlarini qilib, nurg'unligiga vaqt o'tadi. Ammo hozirgi vaqtimizning o'zicha o'tsa, ko'p bo'lib qolgan o'limlardan biri tuyuqsiz o'lib ketish. Paloni yosh, saq, bejirim yuraydi, ammo o'lib ketadi. Mana shunday narsalar ko'payib ketadi, birodarlar. Mana bu narsalar bugungi kunimizda ko'p bo'layotgan narsalar qatoridan. Shuning uchun mu'min mana shundan ibrat olish kerak. Men sog', men yosh, kuch-quvatim joyida. Mana bu narsa mu'minni mag'rurlantirib qo'ymaslik kerak. O'lim mana shunda tuyuqsiz keladi. Mana shunda tuyuqsiz keladi. Alloh taoladan qo'rqib, tayyor holatda gunohlardan tövbe qilib yashash kerak. Hamda yana qiyomatning alomatlari qatoridan aqlsiz kishilarningki imorati dedi. Yani nima desa, yani kishilarning dinini, dunyosini buzib qo'ydigan aqli kam mana shunday kishilarning o'ttirisiga chiqishi. Bu vaqtda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu rivoyat qilingan hadisda shunday aytgan. Payg'ambar alayhisalom Ka'b ibn Ujraga aytgan dedi Jabir ibn Abdullah: "A'adakallahu ya Ka'b min imarati sufaha." Ey Ka'b, seni Alloh subhanahu va taolo mana shunda ahmoq kishilarningki amirligidan saqlab qolsin dedi. Deganda Ka'b radhiyallohu anhu aytadi: "Va ma imaratu sufaha ya Rasululloh?" Ey Allohning payg'ambari, bu imaratu sufaha degan nima dedi? Deganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadigan: "Umaraun yakununa ba'di." Bular mendan keyin keladigan bir turkum amirlar. La yahtaduna bi hadi. Bular mening hidoyatim bilan hidoyatlanmaydi dedi. Ya'ni bu dinning yo'lida mangmaydi bular. Va la yastannuna bi sunnati. Mening sunnatimni yo'l qilib mangmaydi. Faman sadaqahum aw faman saddaqahum bi kazbihim va a'anahum ala zulmihim fa ulaika laysu minni wa lastu minhum. Payg'ambar alayhisalom aytadi. Mana bular dedi, mana shunday kishilar bular, kim bularning yolg'onchiligini tasdiqlasa, bularning zulmiga yordam bersa, bular mendan emas, men bulardan emas. Wala yariduna ala hawdi. Bular mening havzi kavsarimga kelinmaydi dedi. Wa man lam yusaddiqhum bi kazbihim. Kim bularning yolg'onchiligini tasdiqlamasa, wa lam yu'inhum ala zulmihim. Bularning zulmiga yordam bermasa, fa ulaika minni wa ana minhum. Mana bular mendan, men ulardan, mana bular mening havzi kavsarimga keladi dedi. Deb turib Payg'ambar alayhisalom aytdi ekan: "Ey Ka'b ibn Ujra, as-sawmu junnah, was-sadaqatu tutfi'ul khati'a, was-salatu qurban." Ey Ka'b, roza, yani Ramazon ro'zasi. Ro'z tutish bu qalqon bu. Sadiqa bu xatoliklarni o'chiradi.
namoz bo'lsa Alloh taologa yaqinlashtiradi dedi. Ya Ka'b ibn Ujra la yadkhulul jannata lahmun nabata ala suhtin abadan an-naru ulabih. Ey Ka'b ibn Ujra, jannatga deydi, haram ustida o'sgan go'sht kirmaydi, mana bunday go'sht jahannamga eng loyiq dedi. O't buningga eng loyiq dedi. Ey Ka'b ibn Ujra, kishilar ketib qoladi dedi. Yani tamatquzudi kishilar. Bular ya o'zini sotadi yoki o'zini qanday qiladi? O'zini setib, o'zini ozod qiladi dedi. Yoki o'zini halok qiladi dedi. Yani nima desa, kishilar tamatquzudi. Bular o'zini sotadi. Ya shaytonning yo'liga sotadi, ya Alloh taolaning yo'liga sotadi. Ya shu kunida Alloh subhanahu va taolo buyurgan amallar bilan mashg'ul bo'lib yashaydi, yoki shaytonning yo'liga ergashadi. Shuning bilan bular ya o'zini jahannamdan ozod qiladi, yoki bo'lmasa o'zini jahannamda halok qiladi. Demak, bu yerda to'xtalib ulamolar aytadi, "Was-safihu va khafiful aql." Demak, bu yerdagi imaratu sufaha degandagi safi ahmoq kishi, aqli oz kishi dedi. Ko'p tadabbur qilmaydi, ko'p o'ylanmaydi. Ishlarni yaxshi tadbir qilolmaydi. O'zining ishini hatto bu ko'pchilik bir davlatning ishini emas, o'zining ishini tadabbur qilolmaydigan mana shunday kishilar o'ttirg'i chiqib qoladi dedi. Bu narsani ham hozirgi vaqtning o'zida ma'lum bir davlatlarga bosh ulab, mana shuningga podshoh olib yashayotgan insonlarning hayotidan yaxshi ko'rgili bo'ladi. Hatto mujohid olimlardan biri aytdi, bugungi kunimizda dedi. Bugungi kunimizda ma'lum arab davlatlariga bosh ulab qolgan xoin hukmdorlar bular bir davlatni idora qilish emas, bir to'p qo'y podisini berib qo'ysa, mana shuni loyiqida idora qilolmaydigan kishilar bugun davlatni idora qilaman deb o'ttirg'i chiqib oldi dedi. Haqiqatan shunda. Demak, mana shunda ishlar bo'lib ketadi dedi. Shabi rahimahulloh aytadikin, la taqumu sa'a hatta yasiru al-ilmu jahla wal jahlu ilma. Qiyomat qoyim bo'lmaydi hattoki ilm jahillik va jahillik ilm bo'lib qolmagan qadar dedi. Mana shunda insonlarning tabiati, holati, bularningki bir narsaga beradigan bahsi mana shunda o'zgarib ketadi dedi. Mana bularning hammasi yana nima qiyomatning oldida haqiqatla mana shunda ustun bo'lib ketadi deganlik bo'ladi bu dedi. Mana shunda ustun bo'lib ketadi deganlik bo'ladi dedi. Mana bu narsalarni aziz qarindoshlar, agar diqqat qiladigan bo'lsak, bu narsalarni topa olamiz. Anadan keyin yana qiyomatning alomatlaridan ru'y bizaning so'z qilishi dedi. Bu ru'y biza degan nimamdi? Buni hadis orqali tushunamiz. Demak, asli so'z qilish kishilarning o'rnida, kishilarga vakolatdan so'z qilish bu aqlli, hikmatli, tili joyida, fasohatlik, mana shunday kishilar so'z qilish bu asli ish. Aslida mana shunday bo'lish kerak. Ammo qiyomatning oldida mana shunda davrli keladi ekan, kishilar buzilib ketgan. Ong ideyalar buzilgan. Mana shu vaqtimizda mana shunday kishilar keladi ekan, yana kishilarning nomidan so'zlaydi. Bu kim desa ru'y biza. Bu ahmoq, aqlsiz, arzimas kishi dedi. Mana shunday kishilarning nomidan so'z qiladi dedi. Kishilarning nomidan so'z qiladi dedi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilingan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday degan: "Innaha satati alan-nas sununun khadda'a." Haqiqatan pat yaqinda kishilarga aldamchilik yillari keladi dedi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Mana shu aldamchilik yillarida yusaddaqu fiha al-kadhib va yukazzabu fiha as-sadiq. Mana shu aldamchilik yillarida yolg'onchi insonlar kishilar tarafidan tasdiqlandi va rostchil insonlar kishilar tarafidan yolg'onga chiqarildi. Va yu'tamanu fiha al-xoin. Mana shu vaqtning o'zida xoin kishilar omonatdor bo'ladi. Omonat qo'yiladi bularga. Va yukhawwanu fiha al-amin. Ishonchlik omonatdor kishilar bo'lsa xoinga chiqarildi. Va yantiqu fiha ar-ruwaybiza. Mana shu vaqtning o'zida ruwaybizalar so'z qiladi dedi. Deganda sahobalar so'rashdi ekan, "Va man ruwaybiza?" Bu yerda ruwaybiza kim bu? Nima bu ya Rasululloh dedi. Deganda as-safi yatakallam fi amril amma. Kishilarning ishi haqida, umumning ishi haqida so'zlayotgan bir safi, ahmoq, kamaqil kishi dedi. Mana shunda bo'lib ketadi dedi. Demak, aziz qarindoshlar, mana bu narsalar ham bugun kunimizda ko'p tepiladigan narsalar qatoridan. Ya'ni nima desa, bir kamaqil, bir ahmoq kishilarning o'ttirisiga chiqib olgan bo'ldi. Kishilar haqida so'z qilgan bo'ladi. Nima desa, bu aqlliqligidan yoki ma'lum bir tarafidan emas. Buningga berilgan imkoniyatlar va yoki buningki
ma'lum kishilar orasidagi imtiyozi yoki mol dunyosining ko'pligi ma'lum bir tarafdan foydalanib kishilar haqida, kishilarningki umumning haqida gap qilib ketaveradi. Gap to'g'ri bo'lsin yoki xato bo'lsin, baribir. Bu mana shunda davomlashmoqda. Demak, mana shu narsalarni ham bugun kunimizda ko'p topqili bo'ladi. Hamda yana qiyomatning alomatlaridan deydi, kishilarning ichidagi eng baxtli kishi dunyodagi Luka ibn Luka bo'lib qolishi deydi. Bu nimamda? Buni ham hadis davomida tushunamiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda shunday aytdi: "La tadhhabul ayyam wal layali hatta yakun as'adun nas bid-dunya Luka ibn Luka." Aytdikin Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kunlar va kechalar ketib qolmaydi, hattoki kishilarning eng baxtlisi dunyodagi Luka ibn Luka bo'lib qolmoqchilik dedi. Bu Luka ibn Luka bu nima degan hamda? Bu meyli yaratilishi, taqdirqida bo'lsin, meyli axloqida bo'lsin, kishilar tarafidan maqtalmaydigan pes mana shunday inson dedi. Bu arab tilida nachar, boshqalar qiziqmaydigan bir qulga ishiltiladigan gap Luka, o'zimi Luka, dadsimi Luka. Mana shunda. Bu nimaga dalolat qilish uchun ishiltildi? Hamoqatlik, johillikqa dalolat qilish uchun mana shunda johil, hamoqat kishiga Luka deyiladi. Demak, mana shunda johil, ahmoq kishilar eng baxtli kishilar bo'lib qoladi dedi. Mana bu qiyomatning alomatlaridan. Bir ahmoq, kallasi ishlamaydigan, xiyoliga kelganini qiladigan mana shunday kishilarning orasida baxtli kishi bo'lib qoldi. Yana boshqa hadislar kelgan. Yushak ay yaghliba ala dunya Luka ibn Luka. Pat yaqinda dunyoga Luka ibn Luka, Lukaning o'g'li Luka dunyoga g'olib bo'ladi deb hadisda mana shunday ham kelgan. Yana qiyomatning alomatlaridan kishilar masjidni yo'l qilib oladi dedi. U ham bu yoqqa o'tib yuradigan yo'l qilib oladi. Kishilarning o'tar yo'li bo'ladi. Nima desa, masjidga namoz o'qish uchun emas, ibodat qilish uchun emas, yoki bir Qur'on o'qish uchun emas, balki masjiddan u yandan bu yoqqa o'tib ketish uchun kishilar kiradigan bo'lib ketadi dedi. Yana qiyomatning alomatlaridan ayol kishininki mehrlarininki nihoyatda qimmat bo'lib ketishi. Bu ham qiyomatning alomatlaridan. Xarija ibn As-Salt Al-Barjami degan kishi mana shunda rivoyat qiladi. Kharajna ma Abdullah min darihi wal imam raki'un faraka'na thumma mashayna hatta ittasalna bis-saf. Famarra rajulun faqala assalamu alayka ya Aba Abdurrahman. Faqala Allahu akbar, sadaqallahu va rasuluh. Bu kishi aytadi, biz Abdullah bilan uning oilasidan chiqdik dedi. Vallohu alam Abdullah ibn Mas'ud. Imom ruku qilayotgan ekan, biz berib ruku qildik. Andan keyin yurib safga ulashib namozimizni o'qidik deydi. Shundan keyin namoz o'qib bo'lgandan keyin bir kishi o'tib salom qildi, aytdiki: "Assalomu alaykum ya Aba Abdurrahman." Ey Abdurrahmonning dadisi, Allohning salomi sana bo'lsin dedi. Degandan keyin Abdullah radhiyallohu anhu aytdiki: "Allohu akbar" dedi. Alloh va Allohning rasuli rosa aytdi dedi. Biz namozni o'qib bo'lib dedikki, Aba Abdurrahman, sen shu kishiningki sana xos salom qilganligiga nisbatan bir narsaga diqqat qilib qolding sen deb so'rdik. So'rsak, ha dedi. Mana shunda deyiladi ekan deydi hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunda deydi ekan, qiyomatning alomatlari qatoridan masjid yo'l qilinib olishi va kishilar o'zi tunigan kishiga ham salom qilishi va ayol kishi va er kishi o'rtaq tijorat qilishi va ayollarningki mehrninki qimmat bo'lib ketishi va otning ham qimmat bo'lib ketishi, andan keyin nihoyat azanshib ketishi, andan keyin mangu qimmatshmaydiganligi, mana buni qiyomatning alomatlari deb Payg'ambar alayhisalom shunda degan. Mana shu narsani ko'rdim deb turib Allohu akbar deb ketgan ekan qarindoshlar. Demak, nima desa, mana bu ham qiyomatning alomatlari qatoridan, mana bugungi kunimizda nihoyat ko'rib turadigan narsalar qatoridan haqiqatan hozir bugungi holatimizni qarasak kundan kuniga to'yliq, mehrli ziyoda bo'lib ketib bordi. Mana bu qiyomatning alomatlaridan. Mana shu narsalarni ko'rgan vaqtimizning o'zida aziz qarindoshlar, biz to'xta deb turib gunohlarimizni eslab Alloh taolo qaytishimiz bizdan talab qilinadigan narsa. Alloh subhanahu va taolo hammamizga ofiyat ato qilsin. Endi aziz qarindoshlar, qiyomatning yana bir alomatiga kelsak, islom ummatiga kofir ummatlarningki o'rtaq hammasining birlashib bostirib kelishi. Mana bu qiyomatning oldida yuz beradigan qiyomatning alomatlari qatoridan kofirlarning bostirib kelishi. Endi tarixni bir oqtirib boqadigan bo'lsak, buni islom ummatiningki ko'p janglarga kirganligini, islom ummatiga nisbatan nurg'unlagan musibatlarning bo'lganligini, lekin Alloh subhanahu va taoloning bularni saqlab qolganligini,
Buni ko'rib olamiz. Yahud Nasaralar jamlashgan musulmonlarga qarshi yana nurg'unlagan urushlar bo'lgan. Mong'ollar Tattarlar bastırıp kelgan. Alloh subhanahu va taolo bularni ham har holatda qaytug'an. Mana shunda bo'lgan. Yahud Nasaralar bular jamlashib kelgan Quddusni besib olish uchun. Demak nima desa oxirsida Alloh subhanahu va taolo yordam bergan. Demak yana qiyomatning oldida kofirlarningki mana shunda musulmonlarga bostirib keldiganlik haqida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xabar bergan. Alloh subhanahu va taolo yordam berdi. Va la yansurannallohu man yansura. Albatta Alloh subhanahu va taolo o'ziga yordam bergan, ya'ni Allohga yordam bergan, Allohning diniga yordam bergan kishilarga yordam beradi deb Alloh taolo aytgan. Innalloha laqaviyyun aziz. Haqiqatan Alloh subhanahu va taolo kuchlik va g'olib zotdir deb Alloh taolo kitobida aytgan. Demak, mana shunda bostirib keladi. Bugun kunimizda ham bo'layotgan janglarga qaraydigan bo'lsak, aziz qarindoshlar, musulmonlarga qarshi kofirlar mana shunda birlashadi. Amerikaningki buyruq bilan Pakistanning Afg'onistonni urayotgan ko'rinishlari bo'lsin. Va yoki yaqinqi kunimizda yuz bergan G'azzadagi janglar bo'lsin. Yoki bugungi kunimizda O'rta Sharqda bo'layotgan malamanchilik, qalayimqanchiliklar bo'lsin. Mana bularning hammasi natijada nima desa musulmonlarni qul qilish, bularning ustidan g'olib bo'lish uchun qilinayotgan urushlar desak, xatolashmaymiz aziz qarindoshlar. Demak, mana shunda urushlar bo'ladi dedi. Savban radhiyallohu anhu rivoyat qilingan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday degan: "Yushikul umama an tadaa alaykum kama tadaa al-akalatu ila qasatiha." Pat yaqinda dedi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, ummatlar, kofir ummatlar sizlarga xuddi och o'zining tomog'iga o'lishib kelgandek mana shunda o'lishib keladi dedi. Deganda bir kishi so'raydi: "Amin qillatin nahnu yawma idin?" Bizning shu kunda ozliqimizdan bo'la shunda qilamdi ya Rasululloh dedi. Biz oz bo'lganlik tufaylidan kofirlar shunda jur'atlanib bizga mana shunda hujum qilishgan, bizga qarshi shunda birlashishga nisbatan jur'atli bo'lib ketamdi bular dedi. Deganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdi ekan: "Bal antum yawma idin kathir." Balki sizlar bu kunda ko'p. Walakinnakum ghusa ka ghusa as-sayl. Lekin sizlar bu kunda xuddi bir salning kupkida kupukka o'xshaysizlar. Wala yanzi'annallohu min suduri aduwwikum al-mahabata minkum. Albatta Alloh subhanahu va taolo sizlarning dushmanlaringlarning qalbidan sizlardan qo'rqiydigan hayvatni olib tashlaydi dedi. Wala yaqzifanna fi qulubikum al-wahan. Va sizlarning qalbingizga Alloh taolo vahanni tashlab qo'ydi dedi. Degan vaqtimizda sahobalar so'radigan: "Va mal vahan ya Rasululloh?" Ey Allohning payg'ambari, bu vahan degan nima bu? dedi. Deganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hubbud dunya va karahiyatul maut. Dunyoni yaxshi ko'rish va o'limni yomon ko'rish bu vahan dedi. Musulmonlarning qalbiga mana bu tashlanadi dedi. Endi shu hadisni azroq keyin yenib turib bir qarab baqadigan bo'lsak aziz qarindoshlar, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sizlarning dushmanlaringlarning qalbidan sizlardan qo'rqadigan qo'rqini Alloh subhanahu va taolo elib o'tadi dedi, ko'tarib o'tadi dedi. Mana bu narsa bugungi kunimizda bo'lgan narsa. Kofirlarning musulmonlarga bostirib kirishi, Iroqqa bostirib kirishi, Afg'onistonga bostirib kirishi, mana bundan keyingi butun O'rta Sharqni besib olish uchun qilinayotgan tayyorliklar, mana bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadisida bayon qilingan mana bu qiyomatning alomatlaridan. Bularning qalbida musulmonga nisbatan bir qo'rqinch bo'lmaydi. Qo'rqinch bo'lmaydi. Bularning ojizligidan, imkoniyatlarining ozligidan yoki buni biz bir diniy ruhiy tarafdan tushunadigan bo'lsak, musulmonlarningki gunoh ma'siyatlar ko'p berilganligidan bularning hayvati ko'tarilib ketgan. Alloh taologa osiylik qilganlik tufaylidan, bularning orasidagi gunoh ma'siyatningki ko'plab ketganligidan bularningki hayvati ko'tarilib ketgan bo'ladi. Hozir qaraydigan bo'lsak, haqiqatan kofir biror bir musulmon davlatidan bir qo'rqib qolmaydi. Balki musulmon davlati deb nomlangan nurg'unlagan davlatlar mana shu kofirlarning manfaati uchun, mayli Xitoyning, mayli Amerikaning mana shularning manfaati uchun ishlaydi. Mana holat mana shunda bo'lib ketdi. Ya'ni nima desa, musulmonlardan kofirlik qo'rqmaydi. Endi sizlarning qalbingizga vahan tashlandi dedi. Bu vahan nima? Dunyoni yaxshi ko'rish, o'limni yomon ko'rish. Mana bu narsa ham haqiqatan bo'lalik. Dunyoni yaxshi ko'rish, shuning keyindan qo'g'lash. Ammo o'lim bo'lib qolib qolsa, bu qechib qutulg'ili bo'ladigan-dek xuddi. Mana shunday qechish, jang maydonlaridan yiroq yashash, mana bu narsalar nima desa, o'limdan qo'rqish, o'limni yomon ko'rish, mana shuning jumlasidan bo'lgan narsalar. Shunga aziz qarindoshlar,
Mana bu narsalarni, bu alomatlarni bugungi kunimizda topa olamiz. Bundan keyin yana qanday bir narsalar o'tirg'i chiqadi, bu hozirgi kunimizda holatlar tez o'zgarib turadi. Shuning aziz qarindoshlar, Alloh taoladan so'raylik, Alloh taolo gunohlarimizni mag'firat qilsin, o'zi rozi bo'lgan amallarni qilishga Robbimiz tavfiq bersin, qalblarimizni, amallarimizni isloh qilib bersin. Robbimiz o'zi rozi bo'lgan holatda o'ziga muloqot bo'lishga Alloh taolo hammamizni rizq qilib bersin. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin.